xo'rozdiki xe. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Xe. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. X'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol: Xurjun. X'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: Oshxona. X'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: Bix. X'ning ayrim shakli. Misol: Daraxt. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Xurjun X harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Oshxona X harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bix X harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Daraxt X harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Xat, shoh, xaf, xat, pax, ta, paxta, nax, sha, xe, mir, xemir, xush, xuy, xushxuy.